Xabi Alonsodagi iste'dodli murabbiydan chirt etmay ko'z yumgan Peres tog'a menimcha Arbeloadan ham yaqinda kechsa kerak. Xabaringiz bor, El Clasicodan keyin Xabi Alonsoga bay degandi Real. Hozirda yangi bosh murabbiy Arvalo Arbeloa. Lekin Arbeloa'ning ham yurishi omadsiz chiqdi. Ikkinchi sekunda jamoasiga yutqazib o'tiribdi hisob 3-2. Madrid tarixida anchadan beri bunday chuqur inqiroz kuzatilmayotgandi. Endi anchagindan ishonchli xabarlarga ko'ra Yurgen Klopp Real Madridga kelishi mumkin emas va uning 4 ta talabini qo'ygan transferlarga u bosh-qosh bo'lishi, aynan yarim himoyachi va hujum pozitsiyalariga bittadan o'yinchi va eski futbolchilardan bir nechtasini ketkazib yuborish talablarini Peres tog'iga qo'yapti. Florentino Perez munozaraga kirish arafasida ekan. Xo'sh, Yurgen Klopp Real Madridga kelsa nima bo'ladi? O'ylashimcha, hozir Guardiola yoki Klopp ham mana bunday burni osmondagi yulduzlarni boshqarish oson emas. Kylian Mbappe 6 ta murabbiy bilan norozilikka kelib ularni ketkazishga ulgurdi. Vinicius Juniorning xarakterini o'zingiz yaxshi bilasiz. Uni ustiga Bellingham, Valverde degan o'yinchilarni ham o'ziga yarasha fe'llari mavjud. Hattoki dunyoning eng zo'r futbolchilari Lionel Messi, Cristiano Ronaldo bilan ham bunday voqealar deyarli uchramagan. Yo siz eshitganmisiz? Murabbiy bilan konflikt bo'lgan taqdirda ham ular razdivalka ichida hal qilishardi. Bular esa ochiq maydonda hammani oldida ko'z-ko'z qilib Real Madridni shunchaki yerga uryapti deb o'ylayman. Ha, aytgancha eng yaxshi sport jamoasi shu yerda yig'ilayotganini yana eslatib o'tay. Obuna bo'lib qo'ying. Sizningcha Real Madridga qaysi murabbiy kelgani yaxshiroq yoki Albiol qolsinmi?